Bu qizning aytishicha, uning orqasidagi mana shu kattagina chandiqni masxaraboz qoldirgan ekan. Voqeani birinchi qismidan ma'lumki, qiz ko'chada dugonasi bilan aylanib yurganida birdan orqasidan masxaraboz quvishni boshlaydi. Yaxshiyamki qizlar liftga kirib olishga ulgurishadi, lekin birdan liftning eshigi ochilib, eshikni oldida esa masxaraboz paydo bo'ladi. Va masxaraboz liftning ichiga kiradi. Qizlar esa qo'rqib ketganidan dahshatga tushib juda ham qattiq baqirishadi, yordamga chaqirishadi. Va shu payt masxaraboz qizlardan bittasini ko'tarib, mashina turar joylari tomonga qarab olib qochib ketadi. Ikkinchi qiz esa uni orqasidan quvib, qizni qo'yib yuborishini so'rab baqiradi, lekin to'satdan masxaraboz to'xtab qolib, orqasiga o'girib qizni qo'ldan tushiradi. Qizlar shu zahoti lift tomonga yana qochishni boshladi. Afsuski liftga ozgina qolganida qizlarning oldidan boyagi masxarabozga o'xshash xuddi shunaqa masxaraboz chiqib qoladi. Yaxshiyamki qizlar bu safar mehmonxonadagi o'zlari turgan xonaga kirib olishga ulgurishadi. Ular o'z xonasiga kirishi bilanoq hamma oynalarni, pardalarni yopishadi, eshiklarni qulflashadi. Keyin esa ular yaqin atrofda yashaydigan bitta do'stiga telefon qilib, unga tez yetib kelishini aytishadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin qizlar eshik taqillaganini eshitishadi. Eshikni ko'zidan tashqariga qarashganida esa eshikning oldida ularni yaqin do'stini ko'rishadi. Lekin men o'sha qizlarning o'rnida bo'lganimda eshikni ko'ziga qarash tugul eshik yoniga ham bormasdim. Qiz eshikning oldida do'sti turganini ko'rib, eshikni ochganida afsuski voqeamiz mana shu joyda to'xtagan. Lekin meni bitta savol o'ylantiryapti. Qizlar masxarabozdan qaysi yo'l bilan sog'-omon qochib keta olishlari mumkin edi? Agar shu savolning javobini bilsangiz, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha